Janonga bordim bir kecha. Janon yoqib. Adasi, kim bu? Kim bu? Voy. Quyoncham, kelyapsizmi deb SMS yozgan. Kim? Kim? Ha, Sardor-ku. Sardor. Sardor shunaqa SMS yozarmidi sizga? Voy, ishonmaysanmi? Mana telefon qilaman, qara. Telefon qiling. Quyonni ilon zaharladi. Alo. Alo, Sardor? o'rta. Tuzingmisan, o'rtoq? Rahmat, yaxshi. Nima SMS yozding, o'rtoq? Hozir ayna, voy bu. Ha, sani hazilingni deb oilamiz sal buzilib ketdi dedi. Tushuntirib qo'y kelinga hazırligini. Assalomu alaykum, mulla aka. Alaykum assalom. Kelin yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Hazır edi endi kelin to'g'ri tushunasiz. Hazilinglar ham qursin sizlarni. Kelinni olib keling uyga mehmonga. Xo'p, rahmat. Yaxshi qiz, telefoningizdan gaplashmoqsan maylimi? Telefonda gaplashyapman. Ana bildi bug'in